Başiyattin otluk salam. Geldi bana altın küz, altın yaprak ton giyip, şehidane hotenge hüsün birip, nur birip. Karakaş'ta dastıgan saldı bir gün bir yigit, kötü çıllap meşrepke el yurtka salam birip. Barkallah, barkallah, vay barkallah! Saldı yeşil payandaz dastıkallar nek buldu. 30 oğul 9 kız bu sıkıda tek buldu. Hay hay! Toksda Paşa Bey, köpçülük sorup kaldı. Sahipkanını bilmey, tahtımız tek buldu. Hele cevap verse, sahipkan kim o? Ey hannas, iştimlar abıkız. Bu ecep meşrep ki hiç bezmige okşumaz. Tog beşeydin lan vurup düşken yakından toktumaz. Bilip kalgın halayet sahipkan o karakaştın. Karhanici yaş yigit bu şanlarga okşumaz. Barkallah, barkallah, vay barkallah! Assalomu alaykum, hurmatli yurt ahli. Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Qurban hayitlarga muborak bo'lsin. Saidani Xotan aziz Qarqashda qurilgan Xotan Balim xalqaro sosial mas'uliyat shirkatiniki azizlarga sungan bir piyol chayni huzurlangaysizlar. Ko'pchilik rahmat. Qadim Akçudur men, akçudur men. Guldaki giyen, akçudur men.
Hürmetli mihmallah, alemnin güzelliği, mihri vapa bilen, hayatının kıymeti, çin söygi, ecri mihnet, töhbe bilen hak bulup gelgen. Ecdattın bizgi müras meşreplerimiz bu. Yigit beşinin köpkü toğunu yol görüşçü, Mirşat Begi'nin adalet kamçısını mehkam tutuşu bilen, riyasetçi kızımızın kız analarına has fikir kılmakı bilen emri vacip bulup gelgen. Bugünkü katta meşrepte elbette bu eziz mihmallarının ornu yurtumuz türüdü buludu. Hoş kine, evde ularını izzet ikram bilen teklif kılımız. Merhamet Mirşat Kocam, riyasetçi Nataban hoş gelpsine kadirdan. Yayrat gitti Azizcan, vay Azizcan! Assalomu alaykum shahidona xotin, sulkatlik qaraqash, hurmatlik mashrab akli, kamina Mirshobdan hammanglarga oyamlik salom, oyam muborak. Assalomu alaykum mashrabga intizor qadrdonlarim, har biringlarga suyunchilik salom. Qo'shaq, andasa yuqorida aytganingizdek, bugungi mashrabimiz cho'qchigan buloqdek. Kelayotgan qo'shanliq oyam kunlarida xalqimizning chanqigan dillariga yetkay. Anda olsa yigit beshini tunishtirib o'tsangiz, biz bu mashrabimizning qoida yosuni bo'yicha, tartibi bo'yicha mashrabimizni davomlashtiraylik. Boludu. Bugünkü meşrepnin yigit beşi, nahimizde tunulgan şair, bir ömür munberde evlat terbiyesinde kan terini sebep kılgan Bağven Ömer Medduru Bağdım. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatlik mashrab ahli. Yiroq yaqindan mashrabimizga mehmon bo'lib kelgan aziz qarindoshlar, xush kelibsizlar. Qadimlardan gul etilib, lavzinglardan dur chechilg'ay. Mirshab Begim chaqqonligi bilan, riyosatchi qizimiz xushxuyligi bilan, poshshab o'tkirligi bilan diyorimiz Qarqashda yana bir navbat xizmatda bo'lg'ay. Farmonbarlarimiz yigit beshi. Qanamisa bugungi diyorimizda tutilgan Balim mashribi bosh Köygen bu yürek, neden
silip, çeynekке silip, Çaynak çaynak, demler dilara. Urumda tertip, rüyde pişanem, rüyde pişanem. Zekketin cemi, kol beni şanem. Zekketin cemi, kol beni şanem. Aktaş havahan, çatak nizahan, Vay vay çirin can, güzel bir can. Saygın kalmıştı, har saygın akıldan. Bu dünyada var mıydı, sen yer bilmem kıydılsan. Har saygın koy heyne, akçetim büyülensin. İşte kızda vay cenim, hüye ölsem ceylansız. İşte kızda vay cenim, hüye ölsem ceylansız. Mana bugun biz Xotan Balin Xalqaro savdo cheklik mas'uliyat shirkatining taklifi bilan Go'zal Qarqashga ikkinchi navbat qadam bosdik. Har qitim kelganimizda Qarqashlik olamshumul o'zgarishlarni ko'rib, ajoyib suyunib ketyapmiz. Albatta ko'pchilik ayon Qarqash azaldan fan ma'arifga, xalq turmushining farovonligiga ko'ngil bo'lib kelayotgan yurt. Ma'arif haqida gap bo'lganida mashhur Uyg'ur turk olimi Farabiyning tovandik so'zlari esimga keladi. Farabiy ma'arif haqida mundaq degan ekan: Ma'arif u avom fuqarolardan tortib Şah sultanlargacha hamma shug'ullanadigan kamolatga intilish faoliyati edi. Mana bugun Qarqash tavasida mashrab uyushtirgan Xotan Balim xalqaro savdo cheklik mas'uliyat shirkati bilimdor yoshlarni o'z atrofiga to'plagan shirkatlarning biri. Yaqinqi necha yillardan buyon Qarqash noyilik partkom ham xalq hukumati izchil ko'ngil bo'lib, noyida milliy iyilikni qurmoqchi bo'lgan yoshlarni qo'llab-quvvatlab keldik. Balim yaqindan buyon qurilgan shu 30 necha shirkat ichidagi eng istiqbolli shirkatlarning biridir. Shundaq. Mana bu yurtimiz yillardan beri o'chmas izlarni qoldirib kelayotgan bu ona yurtga qadamlarimizni olgan vaqtida yangi taraqqiyot o'zgarishlarga guvoh bo'lib keldik. Mehnatkash Qarqash xalqi, yaramli Qarqash yoshlari hammamizga yaxshi ta'sirlarni qoldirdi. Shunga xalqimiz bu yurtga mundaq baholarni berib kelyapti. Qarqurum etigida yeshil marvoyit, nomi o'z sulkatlik go'zal Qarqash. Bağlarda gülçimen, tağlarda kaş dişi, adamları hüsnüde nur çaçıdı sen. Aşklar aşkın bu İpek yoluna. Sen yürüp yıldızek canının bağlı. Aşklar aşkın bu İpek yoluna. Sen yürüp yıldızek canının bağlı. Kalbim kalbi cimiklimga. O kaynak pazarda kaynımın bağlı. Kalbim kalbi cimiklimga.
Sensiz aşır emelge Sen kılsan el yurtnim Hubu zinete Sen kılsan el yurtnim Hubu zinete Zat yigitdeki, zat Mürşat hocam. Xo'sh, Çatak çıktı. xo'sh, nima chataq chiqdi deylik? Bir o'qituvchining yurgan laxti bo'lib ketibdi. U bu ishni o'ylab oxiri yigit beshiga dard etgani, Mürşat hocamga gap etgani, riyosatchi xonimga dard etgani ketdi. İcazatmikin? ijozat. Assalomu alaykum hurmatli mashrab ahli. Assalomu alaykum yigit bashi. Assalomu alaykum riyosatchilar. Va alaykum assalom. Men bugun o'zimga vakolatan emas, nahimizda jafoliq ishlayotgan barliq o'qituvchilarga vakolatan so'z aytgani kirib keldim. Nahimiz uzun yillardan beri ma'arif ishlariga alohida ko'ngil bo'lib kelayotgan nahilarning biri. Biroq sharoitimiz shuncha yaxshilangan sari oz sondagi ota-onalarimiz bolalarni maktabda o'qitmaydigan, bolalarni maktabdan ayirib chiqarib oladigan ahvollarni ko'rilishga boshladi. Agar bu shunday ahvollar doimlab yuz bersa, bolalarimizni o'qitolmasak, o'zimizning ko'nglini taxish yuritolmasak, bu to'limi afsuslanarli ish bo'ladi. Shunlashqa yigit beshidan dardimizga davo bo'lg'idek ikki kalima so'zlab beramdikan deb yetib kelishim. Tariximizda o'tgan Seyit Nochi tragediyasi hammamizga yaxshi darslik bo'lishi kerak. Chunki savossiz el go'yo o'chish oldidagi sham. Agar biz bir qadam ilmdan yiroqlashsak, 10 qadam xo'rliqqa yiqilishimiz. Shunga har bir aql egisi bu masalani yaxshi o'ylashi va cho'nqur fikr qilish lozim. Men bugun diyorimizning faxrli shoiri marhum Ro'zsaid akaning Avlod g'ami nomli she'ri bilan yuragimdagini ifodalay. Farzand degan kelgusining varisi, ota-ona yuragining parisi, bilim ashu dil parining doğrisi, doğru bilen yokken kimning karisi, üzülgeni mağdurinin tarisi, o üzülse basar gaflet yarisi, kılınmasa öz vaktida çaresi, kaşşak evlat bulgay hali haraptın. Kını Mürşat, Mayire, davamlaştırınlar, köpçülük yürügi bilen temizsin. Bilim degan irfon nuri imondir. Bilimlikka mushkulotlar osondir. Bilim bilan yurt paravan amondir. Bilimsizning ruhi xarab yomondir. Bundaqlarga pakar qirmu davondir. Bu bilimga imkoni keng jahondir. Kimga bilim tahsil qilish armondir, uzar olg'a o'tar oldin paratdin. Ro'zsaid apandi yana shunday degan ekan. Yaman ishdak balalarni o'qitish, maktabiga avatmak yo'q qo'rqitish, mol boqizish, uyda chiltak to'qitish, shundoq qilib oqi qora yo'qitish, bu emasmi qushqa qismoq cho'qitish, ah bu bizga qanchalik zo'r yo'qitish, uxla qozon to'g'ri mo'ya uyg'otish, qochirmayli o'zimizni javobdin. Assalomu alaykum shu. O nakatdiki adamni voy xanim bekasi o'z acha bekasi deb o'nna chiqatim yolurib aron deganda ma'qul deb kelsam yo'q ya maxutun Oyzimxondan qutulsam yadvi Oyzimxonga tutuldim tova oy men bilan lab qoldi bu xotullar balni men tuqsam onisi ishga chiqib qoldi nagimi ketgan to Muş xizmetçi ayollarniki yolg'onchiligidanmi, muş qizimni o'qitmaydiganman. Bu ayol kishi deganlik jadisi. Ey! Shu o'choq bashi, baxti beshiq qashi. Sho'jon. Assalomu alaykum. Qanaqa ahvolingiz? Va alaykum assalom. Qanday abdamullah. Shunday qishqimdan turamiz. Asta, ma'rif idorasidan chaqirib ketgan qarang. Berib ham kelishim. Qani o'tiring. Sizlar boshliq
Biz puhrab olgan ekan, qamishiyverdi xonim. Ondaq dema. Ballarning dadisi-chu, birlik kelmabsizlar-ku. Shojan. Ha? Men mushunda ayol kishi bilan kurashgan vaqtimda erimni akitga odatim yo'qkan qolasizlar. Men bo'lsam bo'lmamda. Yaqay buludu. Bilan demakchi bo'g'nim qarang. Mava ballarning ish to'g'riliq so'zlashadigan bo'lgandan keyin, oila boshlig'i bo'lgandan keyin deyman. Hech qisi yo'q. Men bo'lsam bilaverdi. Ma'qul. Maqalislar, men dadisi bilan maslahatlashib bo'ldim. Biz Zulfiyaxonni o'qitmayotgan bo'ldik. Mushu fikrimni Mayilqa Oyzim xonimga necha qatim degan. Lekin ava xotun siligi meni chaqishtiribdi. Yaqay. Voy! Bu xonim nimanchi mening balamga amroqda qolislar? Biz degancha qarang, hamma o'quvchilarga amroq. Qizingiz Zulfiyaning o'rganish natijasi shunday yaxshi ekan. Bunday yaxshi o'qigan bolalar maktabda o'qimasa bek afsuslanarli ish bo'lmasmi? Afsuslanarli ish olmaydi xonim. O'qimasa agitiga. Voy, nima qita o'qidim deb uzdin eg'ir somkini ko'tarib, uningdan vaqo qalisdim shu. Balam ko'targan yaxshiroq. Voy, tova. Voy, o'tiga o'zima bir balig'i. Bu ishlarga sal boldurma qandoq? Baldu emas Shojan. Bek vaqt o'tib kelsa yigilab qoldi. Artistimi kichik agam, mana guldek 3 bolasini baqib o'tirdi. Erining topgan tagini yeb, xanishdek turmush kechiryapti desizlar. Onun ustiga Zulfiyaxonni o'qib arsholaga chiqmas. Oy, mashini eri hajlamta uningga. Uningdan qiz bola deganni o'qitganning foydasi yo'q xonim. Voy, qarang, qiz bola deganni texim o'qitish kerak. Chunki ular avlod tarbiyalaydi emasmi? Bola tug'ish deganni hamma ayol qila oladi. Lekin bola tarbiyalashchi. Nemishqa bizning bolalarimizni bilimlik, yuqori sapalik onalar tarbiyalasi bo'lmaydi ekan, ha? Shojan. Voy, nim demakchasizlar? Men minut. Nim degan gap bor? Men savodsuz o'qimagan oila. Kechiring. Men buna demoqchi emasdim. Asli chaqlarda savodsuz xotinlar tug'ib bola tarbiyalanmaydi damlar. Aynan men tarbiyalagan bola obdan bo'lg'achqa hammalar asli ollamanga. Bola baqish degan bir onda bir bola tarbiyalash tavsiya emas-ku. Yig'lagan chaqda tamoq berib, uyqusi kelganda uxlatib, ochig'ini kelgursa, desa ancha-muncha pok urib cho'nqib tashlab qo'yib cho'nglaverdi bola degan. Voy, jinim qarindishim, hozir davr o'xshamaydi. Buniki bizning bolalarimiz o'qimasa jamiyat o'rin topolmaydi. Hatto o'zining jinini boqolmasligi mumkin. Hozir raqobat bek o'tkir. Voy, kim deydi xonim jinni boqolmaydi deb? Agversak eri baqdi. O'g'limiz nimicha ertagin o'ylab qo'ysak, dadasi bilan do'kon ochdi. Shuni men bir hozircha anglab baqmadim, o'qimagan odam ulab qotgan deb. Hammadan bizning rizq bilan cho'ng o'tidizlar. Voy, to'g'ri deysiz. O'qimaganga ulab qolmaydi. Lekin jonsiz qurtdak nimjon yashaydi. Burun biz bilik cho'ng kuchtingirlan cho'ng bilatdik. Hozir dunyochi bilimi bor, yuqori sapalik odamlarni aytib olaydi. Nemishqa bizning farzandlarimizni olim bo'lsa, shoir, doktor bo'lsa, faylasuf bo'lsa deb orzulamaymiz. Odam yashash uchun tamoq yeydi. Tamoq yeyish uchun yashamaydi-ku. Qarang. Biz shu bolalarni o'qitmayotgan bir qism ota-onalarimiz o'sha farzandlarini tamoq yeyish uchun yashashga odatlantiryapti. Bu bekmi qo'rqinchli. Nimasi qo'rqinchli Shojan? Qo'saqasi tamoq yeydi. Voy, siz tamoq yemamsiz. Voy, rost anglasam-ku shu halqa xizmatchi xotinlar uruqlaydiq deb jampimi, manpimi deb tamoq yemaytmish. Qalingam-mine? Men qo'sqamasni tamoq yeytma. Uyqum kelsa berib bilan uxlaytma. Shunga badanim shunda sog'lom, yigin ichgandek, soqsandaldek, do'tday soqqan potayday turtni. Aslidan Hocam. Ras. Siz haqiqatan pek yaxshi turibsiz. Am gapimizdan mazmuniga kelsak, Mo'sha Zulfiya qiz dars haqiqatan yaxshi ekan. Uning o'qish qizg'inligi shunchalik yuqori ekan. O turagan ishxonamga kirib, opamni qoyil qilib bergan bo'lsangiz, mudir deb yig'lab ketdi. Kichik o'g'limni o'qitmaymiz deb aytibsizlar. Ha? O bolaning o'qish darajasi shunday yaxshi ekan.
Bu 2 yıl balının şunda okuş kızgınlığı batırsa, neymiş kızı ballarını onda azaplap. Onun üstüne hazır mağarip diyen haksız olsa. Vıcın, vuy şüpüre kız. Hem mi gapını dep bulap da. Mankalısına şu hocam. Balı bizden. Okutmantımız üzümüzden işi. Mankalısla, bek okut gelsin kalısı balı degen. Hakkasılar dey, beyni disi işkini dep, erti ögün irinin uydu tamak yemey, tayak yap kalam dep ensirap kat dedem. Onun üstü vakı kalısla, ma kiçigi. Oğlumuz sel, şoh, tepsiz çoğulap kaldı. Şuna onuma bururak bir hünek verip bir üzünki yoluna teppasın dedik. Şu kızımızın bir kör bakan siz. Şu can adam zanlıklamla. Vay yakay, ben haddini aytma hanım, bayan dedim sizlere Allah savasın. keçirin. Bu çıkaran. Muş okuması sebebidin yoldan azgan, yaman yol kirip kalgan bir kısım ballarının tizimliki. Bunu biz tutuş orunda ep geldik. Ulağa karısanız, yürekleriniz etişir. Ulama hazır, aşı illik sınıptırda. Aşı ata-analarının illik koyunu da yaşlı toğru bulatdı bu. Ulama kelgisi de el yurt tek tukuşuduğun yaramlık adam boz toğru bulatdı bu. Lekin nadallık ulağa afet oldu. Assalamu alaikum müdür. Vay aleyküm esselam. Kanda ahvalınız? Kanda ahvalın yaxşı tuğdun mu? Balının çoğu. Zülfiye'nin acısı. Şundak mı? Kani kep otururlar. Hoş geldin anne ya. Ana canım ana. Ben az Zülfiye'nin acısı. Yaxşı yaptık. Ana degan gaplarni tala turib bir anladım qara. Mushu ayni vaqtda mening zulfiyachilik aqlim yo'q ekan. O'qitmaymiz desanglar o'qimabdi men. Mana endi mening saboqdoshlarim o'qish bitirib kelib, yurtlarimizda xizmat qilyotidi. Men bo'lsam 3 bola bilan uyda. Erim ishsiz. Erimni biror ishning peshini tutib qilsangiz bo'lmamdi desam, xinam, shirkatlarga o'qigan odam lozim ekan deb menga hurpiydi. 3 bolam bulab qolganda menda nima iloj deysan jinim ana? Zulfiyanimi o'qitayli, erkinmi o'qisin. Ularni erkin qo'yib bersak, oqqanni faqatmaytgan odam bulab qolmasin jinim ana. Voy xanam, sizning bulabsa, ha? Ondan olduasınız, ondan keyne. Ha, güldek çırayınız, altındek 3 balınız var. Ha, sizdek gittigenmey oturup kalgan kızlarların samanda yazırtığı. Vay canım ana, ergitekisilam isapma. Yerimni o eski demeytme. Ötkende küçük balam ağırıp kalıp ben aşkanda tamak edip atkan. Xapamay balının bir darisini uçurup koyanlı desem, kaynanam bilen balının darisi bir yerdeyken ikisini arlaştırıp edip, kaynanamның darisini uçurup koyaptı. Şunun ulan o küçük balı iyice ağırıp çıktı. Doktorxanaga aparsak, aşkazından çatak çıktı dep, aşkazını tazlattık küçükken balının. Bu neme kılgınınız desem, doğru iken uçurup deme xanam, üzünüz uçursunuz olmadı dep bana toğlaydı. Toğu. Vay ma irin degen sarangның gömüşlerini bilmeyken. Vay canım ana, bundak gapni dep gelsem bizning uyda bundak g'aliti ishlab bekcik. Ötkende kiripti. Xotin ishlamning oyog'ini bukib bergan, boshqadan anglasam, o'shiqning to'pisida ishdan kelsa savobgan deb. Yana bir kuni kiribdi. Xotin bu ishdandan keyin oyog'ini tushirib bergan, yana birisidan anglasam, shu o'z asli bo'yicha kiysin bo'laver degan deb. Vay canım ana, bundak ishni so'zlab kelsam, g'aliti ishlab bekcik. Tova. Vay ma, davlat qarim do'kon ochmadimi? Yo'q. Uy, men taksini rahat turmuş ko'chaydi deb og'zimni tatib yemaydi. Anda devamiz xanım. Şu qali ana, hamma gapni sana deb bo'g'lamayotgan, seni azoblamay deb demedim. Şununla ufkularim o'qisin, mendek bo'lib qolmasin. Yurt xalq oldida e'tiborli odam bo'lib yashsin jinim ana. Shundoq. Qizingizdan degan to'g'ri. Endi sho'jan, sizlar bizning Zulfiya xonni yaxshi oliy maktabga o'talaydi deb menga bir kapolat beralamlar. Undaq kapolatni bermayman. Lekin qizingiz Zulfiya hozirdak shunda tirishib o'qiydigan bo'lsa, cho'qim nuqtliq oliy maktablarga o'talaydi. Inisi erkinning o'rganish qil yaxshi ekan, sal kapsizroq deydi. Lekin meningcha
Mektep terbiyesi, balalarına cemiyet kankıp yürügünün mün evzel emasmı? Kanlar dedim sağlam. To'g'ri dedingiz. Sho'jan. Ha? Endi biz ma 3 xotin yerda ko'tildab o'qitmaydik degan bilan bizning uyda meni boshqurtgan bir Ha. meningki Şuna. men o'sha odamdan bir o'qib ankili xonim. Oy buldu. Canım ana. Zulbiye ikimiz dadamni qayil qilib bo'ldik. Dadam bizga taqat chidamaydi. Buni bilsan o. Ana, ma yumshoq qo'shib. Qurdan bo'pti. Niyaga yo'lga sap qo'yib, ikki qizning cho'ltikiga chiqib ketibdi. Satılaptı Sho'jan. Voy, eshitdim. Endi o'sha odam qatilgan bo'lsa, Siz qatildingizmi? u odamning gapini yig'lamaydi. Rahmat, canım ana rahmat. Rahmat. Sizga mi rahmat canım sağlam? Rahmat. Sizga rahmat müdür. Sizdek mesuliyatchan o'qituvchilar bo'lg'achqa, mening ini sing'illarim maktabda xushal-xuram o'qiydigan bo'ldi. Rahmat müdür. Arzimaydi. Sat oldu Sho'jan. Hem sonda gap sağam bo'lsam bir yapışmışlar. Eshqisi yo'q. Kallanmasan joyi emas. Maqla. Qaytanlar maqul Sho'jan, maqul. Gerçi yukarı hikayenin hatimsi bizning arzuyimizdek ahırlaşkan bolsumu, lekin aramızda az sandık ata-onalar yanılı ballarını okutmaslık tarafdari. Amaliyotda bayatın jigit beshi aytganidek, ballarimizni o'qitmaslik bizning zavolliq 10 qadam yaqinlashganligimizning dalilidir. Bu haqda marhum shoirimiz Ro'said apandi Avlod g'aymi nomli she'rda mundaq to'xtalgan ekan. Gerçi marifat shamida dil yo'rimay, jaholatning yo'llarini to'rmay, kashf ijodda yurtni gulga o'rimay, avlodimiz bilimdin qand sho'rimay. Yürse haytaq güldün keçip vurmay, ne bulurumuz mağdurumuz hormay. Nomus yürsek özümüzni sormay, bu hal kılır bizni bağrı kavak. Bilim kuş o a'loning mu a'losi. Bilim sizga nari kimning parvosi. Shunga deyman o'ssa avlod saposi. Bilim yori bo'lsa anga ixlosi, bo'p qolmasa bilmaslikning laqvosi. Sözleşmendin sende onun icrası, net al yaren bu teşvişlik savaşta. Çıkıp aldım işgalim buzdan baziken. Çıkıp aldım işgalim buzdan baziken. Babam tuğan nesiyetini kulakta saklamadı.
Ben bala vaqtimda bütün zehni bilan atlas to'qivatgan momamdin. Moma, atlas nemishqa shuncha rangdor bo'ladi deb so'rganimda u: "Balam, biz yashayotgan mushu zemin, mushu makon, mushu tuproq shuncha go'zal, shuncha ko'rkam, shuncha rangdor. Atlas dal mushu zemindan nusxa ilingan" degani elim yodimda. Hozir o'ylab baqsam, u to'liq to'g'ri aytgan ekan. Şu to'g'ri sifat bovalarimiz, parishta sifat mo'minlarimiz aytgan har bir so'zlarning naqadar to'g'ri ekanligini bilyapmiz. Amaliyotda siz ta'riflagan, mo'minlarimiz ta'riflagan shu chiroyli atlaslarimiz, qo'lgul qizlarimizning qo'lda tutib chiqqan shu chiroyli do'ppilarimiz, konvoy ko'ylaklarimiz amaliyotda biz qadrlashga tegishli eng katta miroslarimiz. Hürmetli meşrep bekli. Bugünkü meşrep dasturxonning sahibxonning şirket nomi Balim. Balim degan so'zning o'z ishiga olgan ma'nosi
to'limi cho'nqur bo'lib, balim deganlik bilim o'rgatguchi deganlik, balim deganlik saxovat qilg'uchi deganlik, balim deganlik mehr shafqat yetkazguchi deganlik, balim deganlik inoqlikni targ'ib qilg'uchi deganlik. Qarqashnoylik Partikom xalq hukumati milliy igilik korxonalarni qo'llash salmoqini zo'raytgandan buyon Qarqashnoya tavasida qurilgan 30 necha korxona qo'lni yuvsa qo'l qo'pib yuzini yuyar degan hikmatga bo'ysunib, ma'rif tarmoqlarga 1.500.000 mingdan ortiq pulni iyom qilgan. 30 necha shirkatdan tashkillangan 30 necha o'g'lon Qarqash xalqining iftixoriga aylangan. Balim ana shu iftixorlik yigitlarning ichidagi biri qurgan korxona. Biz bugungi mashrab orqali bir qo'lida taraqqiyot yo'lini tutsa, yana bir qo'lda saxovat ishlarini qo'llab kelayotgan Xotan Balim xalqaro suvchilik mas'uliyat shirkatining bundan keyingi barcha ishlarga nusratlar tilaymiz. Dada, amiyodikinning meyilere hem yine hem temlik tek durdu, aşmasa olmamdı dada. Oğlum, ma buvaynikini alaylı. Bu buvayının meyveleri hakikaten yaxşı ekan.
bu ay bir gün köşkü oturup meyvelerini satolmay quruq olup qaytib kelsa bo'lmaydi oğlum. Onun üstüne bu ay meyvelerini elip kelse meyvelerini böyle sesiydi. Bu ayga elem buludu. Şuna bu aynikini alaylı. Ha, bildim dada. Anısı bu ayının meyvelerini alaylı, bu ayga soda spraylı. Yaraysan oğlum, yaraysan. Dünya mehri muhabbet ile güzel. Adaş oylaşmaylı mı yolcama kaptığımız bir ayakçı maylı. Bu kapkalda o kadar bu kendimiz yanıp bilmeyi bana yürüyle boldu. Adaş man navay kadri kamgan neçay burun acak karz bir program digine. Karsam faytıp bulanmadı. Kıyınçılığa bağışlaydı hıcıl bulpanmasın adaş. Başkalarının könlünü yaşma bir sakavet adaş jüre. Hey ballarını uygutunlar tüpraklaşığa çıkıp çoğunlarının beşini yoklap geldi. Vay boldu oğatmaylı. Aram bir ekilip dem alğanı qınıp bir uxlavalsınçu. Ballar demeli şükürler cep uxlavaldığı uygutunlar birge çıkaylı. Ballar çoğunlarının terbiyesini bilişi. Ularını yoklap duruşun ügünü öğreniş gerek. Ertesi gün biz bu yerge barımız emas mı? Balları aqidini öğretmesek bolmaydı. At degende ağzını uçtmanglar, maqul oğutay. Mama, sağ oynaylı. Benim mücazım yok balam. Anısın, dadam ablamlarına da son kılar. Seni toplakan yaparsın. Hey dada. Evet. Ben de ablam kalaydım. Nindeydi balam apınız? Ularının işi bek aldırışken ben mi çok manyadım. Ular Mahmut tasın ursa. Ben bu aldırış değmem taza. Baş, hürmetli Meşrep Bekli, hürmetli Jigit Bişi. Hem de Meşrep'imizninki vaqt münasibeti şundaqla gün tertibi boyunca. Endi navbatda biz kelar qitimliq sahibxon o'rinni bir e'lon qilib, bekitib, Gulchay murosimini o'tkazib olsak, ijozatmikin? İcazet. Rahmat. Andalsa men ayetdi xo'shalliq ilkida, hayajonliq ilkida bizningki Meşrep programmasi gruppasi bilan hamkorlashib, bizning kelar qitimliq Meşrepimizning dasturxonini sanmoqchi bo'lgan sahibxon o'rinni e'lon qilmoqchiman. U sahibxon o'rin bo'lsa-mu, Şinjan, Paklan, musulmoncha yemek içmek keklik şirkti. Mübarek olsun. Mübarek olsun, mübarek olsun. Taşında olsa, hani şu Şinjan, Paklan, musulmoncha yemek içmek keklik şirketininki kanuni vekili, baş direktörü Musacan İbrahim Efendi'ni gül çayını ötküzülüşe sahnik teklif kılımız. Merhamet. Hoş, Gülçay'ın ötküz verişki bolsa, bugün sahibxon Xotan Balım Xalqaro Savdo Cheklik Mas'uliyat şirketining baş direktori Obiljanni taklif qilamiz. Xo'sh, Obiljan, marhamat. Marhamat. Gulchay keltirsin. Muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli Meşrep ahli. Ekran oldidagi keng ko'rman do'stlar. Bugungi bu Meşrepga qimmatli vaqtinglarni chiqarib, qadam tashrif qilganligingizga yana shirkatimiz nomidan chin dilimdan rahmatimni bildiraman. Kelar qatimda Meşrepni olgan o'rniki Meşrepning ko'ngilli bo'lishiga tilakdoshlik bildiraman. Ko'pchilik rahmat. Assalamu alaykum. Barliq Meşrep Bekli Qurbaniyatınızlarga mübarek olsun. Kelar qatimda Paklan Meşrepiga barliq ikmallarni taklif qilaman. Azalsa Meşrepimiz davamlasın. Merhamet. Alasatin bulut verse, geçirmem bu kızıl güller, geçirmem bu kızıl güller. Habire bulut kalsın, meşrepte oynanan şu günler. Meşrepte oynanan şu günler. Oynanan bir aydınlıkta, Müslüman yadında, Müslüman yadında. Baka girip miriyem, kanım bir sevinsin, kanım bir